Ko'pincha tadbirkorlarda bo'ladi. Bir yerga pul tikib qo'yadi, keyin yo'qolib ketyapti, bankrot bo'ldim deb siqilib, depressiya, stresslarda yurishadi. Bir gap o'qib qoldim. Narsalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, uni saqlab qolishga intilgan odam doim stressda, depressiyada yurishga to'g'ri keladi degan gap bor ekan. Agar saqlab qolaman desangiz, stressda yurishingizga to'g'ri keladi. Saqlab qolaman deb urinmang, siqilmang. Urinish kerak, lekin siqilmaslik kerak. Chunki u ketadigan bo'lsa, ketadi, iloji yo'q. Bir dard orttirib olamiz xolos. Uni ushlab qolish iloji yo'q. Shuning uchun siqilmang, o'lib ketsin, ketsa ketib o'lsin. Alloh yana beraveradi, chunki berguvchi zot ekanda. Ko'pincha tadbirkorlarda bo'ladi. Bir yerga pul tikib qo'yadi, keyin yo'qolib ketyapti, bankrot bo'ldim deb siqilib, depressiya, stresslarda yurishadi. Bir gap o'qib qoldim. Narsalarni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, uni saqlab qolishga intilgan odam doim stressda, depressiyada yurishga to'g'ri keladi degan gap bor ekan. Agar saqlab qolaman desangiz, stressda yurishingizga to'g'ri keladi. Saqlab qolaman deb urinmang, siqilmang. Urinish kerak, lekin siqilmaslik kerak. Chunki u ketadigan bo'lsa, ketadi, iloji yo'q. Bir dard orttirib olamiz xolos. Uni ushlab qolish iloji yo'q. Shuning uchun siqilmang, o'lib ketsin, ketsa ketib o'lsin. Alloh yana beraveradi, chunki berguvchi zot ekanda.